Siz nima deydi? Nevropatologmi nima deydi? Nevropatologmi? Uzoqroqda masofada turib gaplashaylik. Nima qilay? Qani. Menga aytdi, sen bor nevroningdan patologingni ko'rsat dedi. Siz ko'rasizmi patologni? Menga javob beringda, Menga bir boshida ayting. Nima qilishim kerak o'zi? Men doktorman. Ya, doktor bo'lsang meni tekshirdim, nevrimni patologi qani? Patolog? Nervimni bo'lib qolgansiz deydi, hamma menga shunday deydi men. Xo'p, shuni bir boshliqligi bilan gaplashaylik. Mana uyni patologi mana bu shifoxonaniki. Meni patologim qani? Men qani nervimni patologim qani men? Nervini. Ha, qani o'sha. Menga hafta kunda qani? Qani kecha sentyabrda mana bugun darrov may bo'lib o'tiribdi. 1 yil qaga ketdi. Men hozir ishlab pul topay, kreditimni yopishga harakat qilishimga endi bunda ko'chaga chiqaman, undan kredit to'laydigan oy kelib qoladi. Men qarang, oy emas kun keladi. Men xonamda o'tirib turing, men ishimni almashtirib chiqay. Nimaga? Men qo'rqitib yubordingiz. Mana turing. Ha. Meni bugun davolayapsizmi? Menga davolang meni. Kelgan bemorni hammasini davolaymiz. Biz shuning uchun o'tiribmiz-ku. Unda xalatingizni yaxshilab kiyib oling bo'lmasa. Xalat. Unda yeching. Yechib qo'ying. Meni eshiting. Yechib qo'y. Eshiting. Kredit olganman men. Kreditim bor. 4-chizada mana kreditni berishim kerakmi? Kredit? Hali bankdan chiqmasimdan turib yana 4-chizda kelib qolyapti. Bu muttaham kredit to'lamaslik uchun kasallikka yo'yapti. Nima, qancha kreditingiz bor? Bitta. Ya bitta emas ekan. Ikkita. Ya ikkita emas ekan, uchta. Ya uchta emas ekan, 4 ta kreditim bor. Erim Amerikaga ketdi, Amerikaga ketdi. Eringizmi? Ha, ishlab pul jo'nataman dedi, kredit olib jo'natib yubordim erimda Amerikaga. Uni to'layapman. Qizimni kontraktini